Butun sinf 140 ball to'pladi. Bu aqlga sig'maydi. Men bu maktabda ishlayotganimga 20 yil bo'ldi. Lekin mana bunaqa sinfni hech ham ko'rmaganman. Mana! Ularga qanday yetyapsizlar, a? Nima deyapsiz, dada? Maktabga inspektor vazifasini bajaruvchi vakil yuboriladi. Ular barcha savollarning javobini qanday topganini bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Men yaxshi bilaman. Aytadigan vaqti keldi. Oramizda sotqin bor. Voy, nima deyapsan? Ular hammasiga puxta tayyorgarlik ko'rgan, mashq qilgan, reja tuzgan. Hayajonlanma. Bir 140 dan 86. Nima yetmayapti, ha? Bo'lmasa nima qilasiz? Qanday qilib sezmay qoldim deb o'zimni aybladim. Agar hammamiz 140 dan 140 olsak, ularning dalili nima bo'ladi? 20 odamning hayoti barbod bo'ladi. Sen shunga tayyormisan? Tayyorman. Yillar bo'yi yakuniy nazorat testi deb quloqni qomatga keltirdingiz. Yakuniy unday, yakuniy bunday. Yakuniyga yaxshilab tayyorlaninglar. Usiz kelajagingiz bo'lmaydi dedingiz. Har kuni, har daqiqa, har soniya shunday deb miyamizni yedingiz. Bilasizlarmi, men nima qilaman? Yakuniyni ag'dar-to'ntar qilib tashlayman. 140 ball. 11-B sinfiga qarshi inkor etib bo'lmas dalillar bor.